inson qalbining bolalikdek beg'ubor qatlamiga mahkam joylashgan bu so'z nima o'zi? Iste'molimizga qaysi tilda kirib kelgan? Bu so'zning ma'nosini bilasizmi? Bu haqda hech o'ylab ko'rganmisiz? Assalomu alaykum aziz kitobxon. Ushbu misralar bitilgan mening qo'limdagi ushbu kitob hamyurtimiz, ya'ni Marhamat farzandi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi Shukrullo Ne'matov qalamiga mansub Qoraqo'rg'onning oqko'ngil kishilari kitobidir. Ushbu kitobimiz Marhamat tumanidagi 27-sonli maktabning 100 yilligiga bag'ishlab yozilgan. Kitobimizning boshqa sahifalarida 1924-yildan 2024-yillar orasida ushbu maktabda direktorlik lavozimida ishlab kelgan insonlarni hayoti, ularni qilgan ishlari haqida hikoya qilgan. Kitobimizning keyingi sahifalarida esa mana shu 1924-yildan 2024-yillar davomida turli xil fanlardan bolalarga, ya'ni o'quvchilarga ta'lim bergan ustozlarni ismi, familiyalari keltirilgan. Keyingi oxirgi sahifalarida esa 1924-yildan 2024-yillar davomida ushbu maktabni imtiyozli, ya'ni oltin medalga tamomlagan o'quvchilarni ismi, familiyalari jadval asosida tushirilgan. Kitobimiz 2024-yilda Namangan nashriyoti tomonidan nashrdan chiqqan bo'lib, 160 betdan iboratdir. Aziz kitobxon, ushbu kitobim sizlarga ozgina bo'lsa-da ma'qul kelgan bo'lsa, bizni Marhamat tumanidagi axborot kutubxona markazi jamg'armasida mavjud, olib bemalol o'qishlaringizni tavsiya qilaman. E'tiborlaring uchun rahmat.